Farg'ona shahardagi yangi vokzalda qurilgan avtosalonni ko'pchilik biladi. Bu yerda katta chegirma ketyapti. Mani obunachilarimga oldingi davrlar tugadi. Akalar, oldin Damas'ga to'lov qo'yib 1 yil kutardik. Endi Damas'ni foizsiz 50%, ya'ni 48 million so'm to'lab, oyiga 2 million 200 ming so'mdan foizlarsiz, penalarsiz shunday olib chiqish imkoniyatiga egasiz. Ko'ryapsiz? Damas shunday turibdi, olasiz, minutga to'rasiz. Tayyor tonirovkalar bilan sonsiz ashtalarni 2025 yangi Damas'da 2 soatda minutga ketasiz. Pasportingizni olib kelasiz. Ish haqi hech narsa kerak emas. 50% to'lov, ya'ni 48 million so'm to'laysiz. Qolgan summani 22 oy 2 million 200 ming so'mdan to'lab yurasiz. Hech qanday zavodda o'zidan qilib beriladi. Bundan tashqari Trackerlar, Onyxlarga ham polnisi xuddi shu holat. 50% to'lov qilinadi, olib chiqib ketaverasiz. Qiziqarli joyi, qaysi mashinadan xarid qilsangiz, 50% ni to'lov qilsangiz, sizga podarkaga poli podarka qilishadi. Avtosalonimiz Shumollayni yangi vokzal. Bu tomon malaka oshirish, naryoqda glaznoy bor, uvidi bor, uvidining chorrahasi Ba'da Gul bozori joylashgan. Eski Askiyan chorrahasi. Yangi vokzal ko'rib turibsiz. Mana shu yerda avtosalonimiz joylashgan. Mana shu yerda o'zida sirazi 50% to'lovini qilasiz mana. Polilar podarkaga. Damas poliga qaysi avtomashinada mana shu yerdan xarid qilsangiz, ya'ni Tracker olasizmi, Onyx olasizmi, hammasiga poli podarkaga beriladi bonusga. 50% to'lovini qiling, avtosalondan shunday minib chiqib keting. 1 soatda yengil mashinalarimiz bitadi, Damaslarimiz 1 kungacha ishingiz bitadi. Like bosib tarqatib, Damas olaman, kira qilaman, tirikchilik qilaman degan o'rtamda video tashlab qo'yamiz.